Tushda duxovka ko'rishning ta'birlari. Issiq yoki yonayotgan duxovka, baxt, farovonlik va yangi uy ichidagi iliq muhit belgisi. Oila ichidagi mehr-oqibat va totuvlikni anglatishi mumkin. Sovuq yoki ishlamayotgan duxovka, hayotda qiyinchiliklar, sovuqqonlik yoki rejalaringizni kutilgan natija bermasligiga ishora bo'lishi mumkin. Duxovkada ovqat pishirish, muvaffaqiyatli rejalar, o'ylangan ishlarning asta-sekin amalga oshishi. Agar ovqat yaxshi pishsa, bu omadga, kuyib ketsa, ehtiyot bo'lishingiz kerakligiga ishora. Duxovkani tozalash yoki ta'mirlash, o'tmishdagi xatolarni tuzatish, hayotingizda yangi bosqich boshlash yoki o'zingizni ruhiy poklash alomati bo'lishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.